2016-yili Dubayga birinchi kelganimda shu yerlarga kelib bir cho'milganman. Kechagina esimda. Shu paytda kelganimda eslayman, unaqa ko'p pulim bo'lmagan. $200 bilan yo'lga chiqib olganman. Ya'ni biletimga u paytda biletlar qimmat, viza olish kerak bo'lgan. Viza olib yo'lga chiqqanman. Cho'ntagimga atagina $200 bor edi. Keldim va shu Dubayda shu yerlarda yurib kvartira topganman. Ya'ni shu yerdan boshlangan. 2016-yili Dubayga birinchi kelganimda mana qariyb 10 yil o'tdi. Shundan kelib chiqib men qilgan xatolarim va yaxshi erishgan yutuqlarimni sizlar bilan ulashmoqchiman. Ya'ni nimalarni qilish kerak va nimalarni qilmash kerak. Chunki ko'p hollarda men nimani yo'qotdim? Ko'proq asosan mablag'imni yo'qotib qo'ydim va shu xatolarni qilganim uchun. Bu xatolarni bilib va bu qanday xatolar va shu xatolarni sizlar ham qilmanglar deb turib ushbu videoda barcha kerakli ma'lumotlarni beraman. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni davom eting va kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimga obuna qo'ying. Unda qani boshladik. Birinchi xatoyim Dubayga kelib odamlarga ishonib qo'yganim. Ya'ni bitta odam menga chaqirtirgan, ish bor, kelsang ish beraman degan. Ming afsus, kelganimdan keyin hamma kartalar ochilgan. Uka, bana ish bor, $500 bersang, shunga olib kirib qo'yaman degan. Lekin u paytda o'zi aytganimdek meni cho'ntagimda $200 bo'lgan, 10 kunga $100 ga turganman, yana $100 yonimda bo'lgan. Aka dedim, hozir pulim yo'q deganman. Yo'q desam ham yo'q, unda uka senga ish gaplashib bera olmayman degan. Shunaqa qilib akaga aytganman, bo'pti, birinchi oyligimdan ushlab qolasiz. Birinchi oyligimni olib beraman deganimda ham shunda ham olib kirib qo'ymagan. Ya'ni birinchisi birovga ishonib kelib meni olib kirib qo'yadi deganimda meni olib kirib qo'ya olmagan. Yaxshi ham pul bermaganman ekan. Chunki bir haftaga o'tmasdan men ishga kirib ketganman. Ya'ni bir haftaning ichida men ish topdim. Birinchi oyligim $815 bilan boshlangan. Xo'p, ikkinchi xatoyim bo'lsa, bitta ishga kirdim. Bitta ishga kirganimdan keyin qanchadir muddat ishlab berishimni men yaxshi o'qib olmaganim ekan. Ya'ni kontraktda yozib qo'yar ekan, siz bironta ishdan chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir shartlari bo'lar ekan. Men u paytda yaxshi o'qimaganman. 1 yil bo'lmasdan ishga chiqib ketmoqchi bo'lganimda menga aytgan, vizani pulini to'laysan degan. Chunki kontraktimda yozilgan joyi bor edi ekan. Va notice period, ya'ni ishlab berish muddati bo'lar ekan 1 oy. Shu sababli 1 oylik pulni berishmagan. Plus ishdan chiqib ketayotganimda ozgina muammolar bo'lgan, lekin qanchadir vaqtim, pulim ketgan. Shu sababli shu narsaga ham juda xushyor bo'lish kerak. Ya'ni ishdan ishga o'tayotganda qancha notice period bor va kontraktni sign qilayotgan, ya'ni qo'l qo'yayotganda qancha muddat bor degan narsalarni yaxshilab kontraktni o'qib chiqib keyin qo'l qo'yish kerak. Undan keyin uje yaxshiroq ishga o'tdim. Yaxshiroq ishga o'tganimdan keyingi xatoyim, men uje hayotimni yaxshilashni boshladim. Ya'ni yaxshiroq kvartiraga o'tdim. Yaxshiroq bir yeb ichishga o'tdim. Uje hayot tarzimni o'zgartirdim. O'zgartirganim sababidan meni rasxodlarim ham oshib ketib qoldi. Rasxodlarim oshib ketgandan keyin oldin $815 ga yashab $500 atrofida uyga chiqarasdim. Endi oyligim $1300 bo'ldi. Yana $500 chiqaryapman. Bu degani, ya'ni men o'zim rasxodlarimni ko'tarib yubordim. Ya'ni boshqa ishga o'tgandan keyin. Shu sababli shoshilmanglar, agar ishinglar yaxshilangan bo'lsa, eski joylardan tark etishga, chunki oshiqcha xarajat, oshiqcha rasxod sizni ko'p tez mablag' to'plab yoki boy bo'lishingizga imkon bermaydi. Ya'ni prosta pantov bo'lib qolasiz Dubayda. Mana mashina minib, vaqti kelib mana mashinalar 3 ta bor, lekin o'sha paytda u ishni qilmaganimda yana hamda tezroq erishasdim. 10 yil ketmasdi shu narsalarga. Xo'p, keyingisi bitta joyda uzoq turib olishim. Ya'ni bitta ishda 3 yil davomida turganim uchun meni yaxshiroq daromadim ko'paymagan, ya'ni oyligimni oshirishmagan. Buni tushunib yetganim sababi, men ishdan ishga o'tganimda oyligim
$400 atrofida eng kamida oshasdi. Men u yerda 3 yil ishlaganman. 3 yil ishlaganim davomida menga atigina $50 qo'shib berishgan. Shu sababli aytaman, agar siz bitta kontrakt tugatdingizmi, bitta kontrakt 2 yil bo'ladi odatda. Shu 2 yildan keyin sizga приличный summa qo'shib berilmasa, siz boshqa ishni qidirishingiz kerak. Chunki ishdan ishga o'tganda minimum $300 qo'shiladi. Menga 3 yil ishlaganimga, ya'ni yil davomida shu 3 yildan keyin $50 qo'shib berganda, 2 oy ishlab turib, ha bo'ldi deb turib, chiqib ketganman. Ya'ni 3 yil davomida men ishda 3 marta almashtirsam bo'lasdi yiliga. Ya'ni umuman nima deydi, pul to'lamasdan kelishib, chiqib ketib, oshcha rasxod qilmasdan 3 yil davomida 3 ta ishda almashtirganimda 300 dan deganda ham 900, salkam $1000 oyligim oshgan bo'lasdi. Misol uchun o'sha paytda 1300 bo'lsa, 2300 ga chiqqan bo'lasdi. Lekin 3 yil davomida men shu ishni qilmaganim uchun oyligim unaqa baland bo'lmagan. Keyinchalik уже $1800 bo'ldi oyligim. $1800 boshqa ishga o'tganimdan keyin $500 qo'shildi-da, oyligim $1800 bo'ldi. Vaqtiki o'tib, endi sxemani tushunib oldim. Sxemani tushunib olganimdan keyin 6 oy ishladimda, u yoq bu yoq qilib, yo'lini bilib, yaxshi kontrakt o'qiganim uchun 6 oydan keyin yana o'zgartirdimda 2300 ga oshdi. Shu sababli bitta joyda ko'p qolmashinglarni tavsiya beraman. Ya'ni oradan 6 yil o'tib ketdi. 6 yil deganda meni oyligim $2300 ga chiqdi. Birinchi yili shu $815 bilan boshlagan bo'lsam, oradan 5-6 yil o'tgandan keyingina $2300 ga oyligim bo'lyapti. Plus bonuslarim bor-u, lekin po faktu $2300 6 yilda erishdim. Ya'ni men har safar yiliga oshirganimda ham bundan oshib ketgan bo'lasdi. Shu xatoni sizlar ham qilmanglar. Xo'p, keyingi holatda oyliklar yaxshi. Yana qaytdim eski deydi, kvartirani tushirdim, rasxodlarimni kamaytirdim. Kamaytirgandan keyin qo'limda qanchadir pul bo'ldi. Pul bo'lganda nima qildim men? Nima deydi, havasga berilib mashina oldim. Mashina olganim uchun u qisman boshida foydaga o'xshadi. Keyinchalik ham foyda bo'ldi, lekin boshida olgan mashinam menga foyda bo'lmadi. Sababi uni olganimdan keyin men arendaga berishga majbur bo'ldim, chunki ko'p benzin yeydi, uni rasxodi bor. Qayerga ustaxonaga borishni ham bilmayman. Dubayda o'zida ustaxonalarga boradigan bo'lsam, juda qimmat haligiga zapchastlari. Uni meni aldashdi, yedirishdi. Короче, mashinani olganimda ko'p xato qilib qo'ydim. Lekin keyin asta o'rgandim, ustalar topdim, ishonchli, tanish-bilish qildim. Ya'ni o'sha jarayon ichida 1 yil ichida men juda ko'p, ya'ni mashinaga, bitta mashinani puliga, misol uchun $4000-5000 ga olgan mashinamga yana 4000-5000 sarflab yubordim o'sha paytlarda o'zida, chunki tez buzilardi. Keyinchalik ancha yo'lga tushib olgandan keyin men o'zi boshqa sohada bo'lib turib, boshqa sohaga qiziqdim, pul tikdim. Ya'ni mashina arenda biznesiga qiziqib, birdaniga 4 ta mashina qildim, lekin zo'r bo'ldi soqqasi. Ya'ni uni pulini bunga, buni pulini unga qilib urishtirganim sababidan mashinalarimning soni ko'payib ketdi. Keyinchalik u yerda eng katta xatoim haydovchilarga ishonib qo'yganim bo'ldi. Ya'ni depozit olmaganman, ya'ni qanaqadir security pul olmaganim uchun meni oxirida itarib ketishdi, qo'pol qilib aytganda, ya'ni tushirib ketishdi. Shtraflari bilan, undan tashqari oshiqcha rasxodlari bilan u mashinalar keyin minilmay qoldi. Parkovkalar bu yerda pul. Ya'ni meni rasxodlarim o'z-o'zidan bitta ko'tarilib ketdi-da, topgan pullarim yana kirib ketib qoldi. Ya'ni yana minusga tushdim. Ya'ni bu yaxshi biznes bo'ldi qanchadir muddat. Ya'ni minib turguncha, balonlar aylanib turguncha ular meni aldab ketishdi, politsiyaga tushdi. Короче, nima desa bo'ladi? Yaxshi daromad qilgan pulimni yana qaytadan o'zimni tiklashim uchun sarfladim. Shu yerdagi eng katta xatoim bu yerda nima xato deydigan bo'lsa, bolalardan birinchidan depozit olmaganim, ya'ni security puli, va ular yaxshi yoshi katta shoferlar bo'lmagani uchun shunaqa holatga tushdim men.
Shu sababli shu sohaga kirmoqchi bo'lsanglar, ishonchli haydovchilar bo'lishi juda zarur ekan. Shunga hushyor bo'lasizlar. Dubayda yashab shuni tushundimki, Dubayda ikkita qonun ishlaydi. Ya'ni yo siz pul topasiz, yo siz pul sarflaysiz. Ya'ni qanday bu desangiz, mana bugun ishlayapmiz, ishlagan kunimiz faqat pul topamiz. Dam olamiz deganda уже qorin yeb ichish, qayergadir borish kerak. Oddiy plyajga bor, tekin plyajga borsangiz ham hali kola fant olish kerak. U ham rasxodda. Shu sababli Dubayda shu ikkita qonun ishlaydi. Yo pul topasiz, yo pul ishlatasiz. Pul topayotganingizda xarajat qilmay qo'yasiz, dam olayotganingizda xarajatingiz boshlanadi. Shu bo'ldi, ikkita qonun. Shuni tushunib yetdim. Eng katta xatolardan bittasi yana bu yerda nima bo'lishi mumkin bilasizlarmi? Sizlar meni kanalimga obuna bo'lmasinglar. Chunki kelajakda nima yaxshi, nima yomon, Dubayda hayotlari haqida yaxshi sarlavhalarda ulashganman, ya'ni qanaqa qilib ish topsa bo'ladi, qanaqa qilib joylashsa bo'ladi va o'zimni shu 10 yillik tajribamdan kelib chiqib sizlarga ma'lumotlarni berganman. O'sha videoda ko'rmasanglar, sizlarda yana bitta xatolardan bittasi bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi videodan qandaydir bo'lsa ham o'zingizlarga manfaatni oldinglar. Agar yoqqan bo'lsa bitta like, o'z fikringiz bo'lsa kommentariyada yozing. Kelasi videolarda yana ko'rishguncha mayli, xayr.